Tak, assalomu alaykum hammaga. Bugun yana sizlar bilan DLS Fans kanali bo'ladi. Bugun sizlar bilan o'sha oxirgi kanalimda o'sha challengelar ham qoldirishingiz mumkin deb aytgandim. Mana bitta kommentariyaga yozishgan ekan, challenge qoldirishibdi menga 10-0 ga yuting deb. Mana qani shuni qilishga ulgurib qo'yamiz. Mana o'zi 4-golni ham urib oldik. Mbappe hat-trick qildi. Haligi kamida 4 tadan gol ko'p bo'lsin deyishgan ekan. Bitta o'yinchini qani kuzatib borsangiz bilasiz. Mana 5-va 6-gollarni urdim va 7-golni ham urdim. Menimcha 11-0 unaqa katta hisob yutmadim. O'sha o'zlari aytganday 10-0 ga yutib qo'yishim mumkin. Qani oxirigacha ko'rsangiz necha yutganimni bilasiz. Yaxshi, mana 9-golni ham urib oldik. Qani ulguramanmi? Kommentga hoziroq yozinglarchi. Mbappeni shu gol bo'lsa challengeimiz bajariladi. Va challengeimiz mana bajarildi va hali 2 daqiqadan ko'p vaqt bor bo'lishi mumkin balki. Lekin 10-0 ga yutishim kerak. Ular bizga gol urmasligi kerak. Va yaxshi, o'yin ham o'z nihoyasiga yetdi. Va mana Griezmann to'pni oldi. Demak, u kamida 3 ta gol yoki 3 ta goldan ko'p urgani aniq. Xo'p. Mana biz 5-0 ga yutibmiz. Challengeimiz bajarildi. Defensni Dream Pointni olib qo'yamiz. Tak, mana challengeimiz bajarildi va yana challengelar qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Va men yana bir narsani aytib o'taman. Unchalik challenge ekan deb 100-0, 90-0 qilib aytishlaringni so'rab qolmayman. Chunki o'zim ham bitta o'yinda ko'p gol urganman va rekord darajani hammada o'zini rekord darajasi bo'ladi. Men rekord daraja mana ko'rib turibsizlar, mana biggest win 20-0 ko'rib turibsizlar mana. Va mana biggest lossni ko'rishlaring mumkin. 21-0 ekan deb yana negativ yozib, bu qilishlaringni so'rab qolmayman. Nimagaki men bunda aslida o'shanda 18-0 ga yutadigan vaqtim edi. O'shanda adashmasam 80-daqiqalarmidi, shunaqa edi. O'shanda bir o'rtog'im menga kod tashlagandi DLS akkauntini. Mana sen o'ynab tur deb kod tashlagandi. Ajoyib akkauntni. Keyin o'sha akkauntni kodini tezda yozib olish uchun vaqti tugab qolmasligi uchun men o'sha o'yinda chiqib ketgandim. O'zlaring ham bilishlaring mumkin. Bitta o'sha o'yindan loss qilsa, ya'ni chiqib ketsa 3-0 ga raqib jamoaga 3 ta qo'shib beradi. O'shaning uchun men 18-0 bo'layotgan bo'lsa, unga 3 ta qo'shsa 21-0 bo'lib qolgan. Yana unchalik negativ yozmaysizlar degan umiddaman. Iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying va like bosing.